Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz teletomoshabinlar, qadrli dindoshlar, siz azizlar bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimiz orqali ko'rishib turibmiz. Buning uchun Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar aytamiz. Bugun ham yaxshi bir dolzarb mavzu, ya'ni shu islomda omonatdorlik va va'daga vafo qilishning fazilati to'g'risida gaplashamiz. Mavzuni kengroq yoritish maqsadida bugun studiyamizga Toshkent shahar Olmazor tumanidagi To'xtabay jome masjidining imom xatibi Zokirjon domla Sharipovni taklif qilganmiz. Muhtaram ustoz, xush kelibsizlar. Va u kishining yonlarida O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi Fatvo markazining yetakchi ustozlaridan Abbos domla Qosimovni taklif qilganmiz. Ustozlar, xush kelibsizlar ko'rsatuvimizga. Birinchi savolni Zokirjon domla sizga bersam, birinchi savol bilan sizga yuzlansam, mana yuqorida aytdikki, bu omonatdorlik, va'daga vafo qilishlik, bu juda ham bir muhim ish, katta bir mavzu dedik. Mana shular borasida Alloh subhanahu va taoloning kalomida qanday ko'rsatmalar keltirilgan? O'shani bir ba'zilaridan keltirib, shularni bir baholi qudrat bizga yorishtirib, izohlab bersangiz. Marhamat ustoz. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Omonat bu insonga fazilatni yanada ziyoda qilib beradigan yoki uni fazilatini yo'q qilib beradigan bir xislat hisoblanadi. Unga qanchalik yondoshib, uni asrab, avaylab, egasiga topshirishga harakat qilsa, u inson munofiq degan, u inson shunga o'xshaydigan fosiq, fojir degan sifatlardan o'zini uzoq tutgan bo'ladi. Va ulug'larni, solih bandalarni sifatlariga, hattoki payg'ambarlarni sifatiga loyiq sifatni o'ziga loyiq ko'rgan bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yoshli vaqtlaridayoq u kishiga omonatdor bo'lganliklari uchun, biron bir insonni omonatiga xiyonat qilmaganlari uchun, shu to'g'rida biron bir kamchilikka, nuqsonga yo'l qo'ymaganlari uchun u kishiga Muhammad Amin deb ot qo'ygan edilar. Ya'ni ishonchli Muhammad deb nom qo'ygandilar. Alloh taolo ham payg'ambarimizni ana shu sifatlari bilan o'zini kalomida yod etarkan, bu sifat mo'minlar uchun, musulmonlar uchun hayotlarini chiroyli qilishlikda, dunyolarini, oxiratlarini obod qilishlikda juda ham zarur bo'ladigan insoniy fazilat sifatida qabul qilinishligi, e'tirof etilishligi zarur bo'ladi. Omonat bir berilgan narsani o'zini vaqtida, mana hozir yod etib o'tdingiz o'zingiz ham, o'zini vaqtida chiroyli qilib egasiga qaytarib berishlik. Unga biron bir kamchilik, nuqsonni yetkazmasdan bus-butun holatda yetkazib berishlik omonat. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam munofiqlarning alomatlarini bayon qilar ekanlar. Munofiqning alomati xona, agar unga omonat bersang, u senga xiyonat qiladi deb alohida buni qayd etganlar. Alloh o'zini kalomida ko'p oyat karimalarda va aufu bil uqud iza ahadtum. Ahdlashsangiz ahdiylarga, ya'ni omonatlashadigan bo'lsangiz omonatga rioya qilinglar, uni ado etinglar deb Alloh buyuradi. Xosatan mo'minlarga murojaat qilgan oyatlarda a'uzu billahi minash shaytonir rojim ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha va rasulahu va takhunu anfusakum. Ey mo'minlar, Allohga va uning rasuliga xiyonat qilmanglar. Vaholanki o'zingizni joningizga xiyonat qilyapsizlar. Buni bilmay qolasiz yoki bilib qolasiz va buni jazosi, bundan keladigan uqubat nihoyatda og'ir bo'lishligini Alloh taolo bu oyatida ogohlantiradi. Yana boshqa bir oyat karimada Alloh taolo innalloha ya'murukum
an tu'addul amanata ila ahliha. Omonatlarni o'z ahliga topshirishinglarni Alloh taolo buyuradi deb buyurgan. Va bu ma'nodagi oyat-i karimalar ko'plab Qur'oni Karimda zikr qilingan. Buni hammasi unga amal qilganimizda Allohning huzurida maqom, darajatlarimiz baland bo'lishligi bilan birgalikda omonatdor bandalarga beriladigan Allohning huzuridagi alohida fazilatlar bor. Rizq nasibasini keng, farovon bo'lishligi, boshiga kelishi mumkin bo'lgan balo ofatlarni ko'tarilishligi, yana farzandlari zurriyotlaridan solih farzandlarni kelishligini ana shu omonatga rioya qilishligini orqasidan inson erishishligini bayon qilganlar. Haqiqatdan mana omonatni Alloh subhanahu va taolo siz bizlarga qanday ko'rsatma berganliklaridan ba'zi bir oyatlarni aytdingiz. Haqiqatdan endi bu Qur'oni Karimda omonat borasida kelgan juda ham ko'p ko'rsatmalar bor. Va shu darajadaki mana yuqorida eslab o'tdingiz, mo'min insonlar boshqa bir mo'min insonlar bilan o'zaro bir savdoda bo'lsin yoki boshqa bir muomalada bo'lsin, shartnomaga erishishliklari va ana shu shartnomada har ikki taraf qoyim turishligi ham qaysidir ma'noda shu omonatga rioya qilishlik hisoblanadi. Hattoki mana hozirgi kunda mana bay'ut taqsid deymiz, ya'ni bo'lib to'lash savdosi rivojlangan odamlarning orasida. Ya'ni misol uchun ma'lum bir narsani, mashina bo'lsin yoki uy bo'lsin, ikkala taraf ma'lum bir muddatga, ma'lum bir summaga kelishiladi va bunda oyma-oy qanchadir qismini berib borishlik kerak bo'ladi. Hattoki shunda xaridor tarafidan ana shu kelishuvga xilof ish qilinsa, ya'ni o'sha oyma-oy masalan aytaylik 100 ming so'mdan, misol uchun deylik 100 ming so'mdan berib borishga kelishilgan kelishuvga erishildi-yu, lekin o'rtada 2 oy, 3 oy hech qanday bir sababsiz yoki hech bir shar'iy bir sababga ega bo'lmagan holatda kelishilgan mablag'ni bermadi. Ya'ni bunday olib qaraganda shartnomaga xilof ish qilyapti. Bu ham demak bir omonatga bir xiyonat, ya'ni omonatga amal qilmaslikni bir ko'rinishi bo'ladi. Va natijada o'sha oluvchi va sotuvchining o'rtasida qandaydir kelishmovchiliklar, nizolarga sabab bo'lishligi mumkin. Bugungi kunda haqiqatda mana eslab o'tdingiz. Odamlar bu omonatga sal yuzaki qarab qolishyapti. Vaholanki Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam la imana liman la amanata lahu. Omonatga e'tibori yo'q odamni iymoni ham yo'q. Qarang. Nihoyatda bu og'ir so'z. Albatta. Omonat olib qanaqa yo'lda bo'lsa ham, hattoki ulug'larimiz igna olsa ham, tugma olsa ham uni egasiga vaqtida qaytarishlikni harakatida bo'lishadi. To'g'ri. Bizni mahallamizda Alloh rahmat qilsin, Nofiy qori aka, Nizomiddin qori aka degan zotlar o'tishgan Rakat mahallasida. Janozada qatnashib o'sha endi Taborak surasini o'qib berganlar, bir daraxtning soyasida joy qilib berilgan ekan. Shu joyda chumolidan 1-2 donasi kishini ustilariga chiqib qolgan ekan. Haligi uyga kelib Fotihalikni o'tkazib berilgandan keyin qori aka o'zlari qabristonga qarab ketayotgan ekanlar. Nimaga ketyapsiz? Nima unaqa? Biz olib borib kelamiz. Shu chumolilar ustimga chiqib qopti, uyidan adashib qopti. Borib shuni uyiga qo'yib kelaman deb. Mana u kishining ham omonatdorliklari qanchalik darajada, taqvolari qanchalik darajada. Mana shu zotlar ibodat ustida, mana shu zotlar qandodir bir odamlarga yaxshilik qilib turgan holatda omonatni topshirib, Allohning huzuridagi eng ulug' maqom, o'sha amin degan maqomlarga, ishonchli degan maqomlarga, payg'ambarlarni, Allohning huzuridagi shahidlar, solihlarning darajasiga erishganlariga shubha yo'q. Bu bittagina u zotni ishlari. Yana shunaqa holatda
oldingi vaqtda ko'p bo'lardi. Qabristonga borgandan keyin dastro'molcha tarqatiladi yoki bir chorsi tarqatib chiqiladi. Shu mayit haqqiga bir duo qilib qo'yishsa, shuni olib ishlatsa-yu, shundan savob bo'lsa, mayitga bir bahri yetsa deb niyat qilib tarqatilgan. Shu 2 dona tushib qopti bu kishiga. Tarqatayotgan odam endi yaxshi ajrata olmagan, balkim biron bir sabab bo'lgan, 2 dona bu kishiga tushib qopti. U odam birini olib ishlatib, ikkinchisini mendan ko'ra yana zarurroq odamga buni berasizlar, duosi ijobatroq odam bo'lib qolsa deb qaytarib berdilar. Bu xalq o'rtasida bu so'zlar bir-biriga gapirganda bir ibrat bilan bir-birlarini o'sha qilayotgan ishlariga nisbatan bir e'tibor bilan qarashlariga sabab bo'ladigan ishlar bo'ldi. Bu jonli bu misollar. Alloh taolo payg'ambarimizni juda ham bu ulug' maqomga ko'targanligi, payg'ambarimiz har tomonlama o'zlarini vazifalariga, omonatdorliklariga chuqur e'tibor qilganlari. Shuning uchun Alloh u kishini Habibulloh, meni habibim, meni eng sevikli bandam deb alohida qayd etgani ham bejiz emas. Albatta. Rahmat domla, haqiqatdan mana o'tgan ulug'larimiz, azizlarimizni hayotidan shunaqa bir ajoyib misol keltirdingiz. Bu o'sha azizlar nimaga endi bu darajada o'sha chumoliga ham ozor bermaganlar? Bu ham o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari, u zotlarni hayotlarini o'rganishlik natijasida olingan bir ta'limni samarasida. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Shu ma'noda Abbosxon domla, sizga shu savolni beraman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini omonatdorliklari, ya'ni u zot har bir ishda demak ummatga namuna bo'lganlar. Va tabiiyki mana shu omonatdorlik, va'daga vafo qilish borasida ham u zot bizga cheksiz darajada namunani izhor qilganlar. Shulardan ba'zi bir misollarni keltirib o'tsangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ahzob surasini 21-oyatda shunday marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ya'ni dar haqiqat sizlar uchun Alloh taoloning rasulida, Rasulullohda go'zal bir namuna, o'rnak bor deb marhamat qiladi Alloh taolo. Mana shu oyat karimaga ko'ra payg'ambar alayhisalom bizlarga barcha maqtovga sazovor bo'lgan xulqlarda bizlarga namuna, o'rnak hisoblanadilar. Bugungi mavzumiz omonatdorlik yoki va'daga vafo qilish sifati ekan. Payg'ambar alayhisalom ham Alloh taolo o'zi chiroyli xulq bilan maqtagani kabi mana bu omonatdorlikda ham bizlarga yuksak namuna bo'lganlar. Yuqorida ustoz mana yaxshi bir nimani keltirdi, o'sha payg'ambar alayhisalom amin deb nomlanishi. Demak, bu nomni hali payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lib yuborilmasliklaridan oldin qavmi, u do'stu dushmani bo'lsin, barchasi uni e'tirof qilib, o'z zotning omonatdorliklarini, va'daga xilof qilmasligini, hech bir marta xiyonat qilmasliklarini o'zlari e'tirof qilib, amin deb nomlagandilar. Hattoki u kishining ismini aytmay yoki qo'shimcha qilib Muhammadul Amin yoki As-Sodiqul Amin deb ko'p marotaba zikr qilganlar. Tarix kitoblariga agar murojaat qilib buni bir tasdig'ini yoki rivoyat, bu boradagi rivoyatlarni agar keltiradigan bo'lsak, bilamizki payg'ambar alayhisalom 35 yoshga yetganlarida Ka'bani suv kelib, to'fon bo'lib buzib tashlaydi va o'shanda payg'ambar alayhisalom 35 yoshlarida Ka'bani qurilishida ishtirok etadilar o'zlari. Va Ka'bani qurib bitib, endi Hajarul Aswadni o'zining joyiga qo'ymoqchi bo'lganlarida Quraysh qabilalari, bilamiz 12 ta qabilasi bo'lgan, u Hajarul Aswadni joyiga kim qo'yishi borasida tortishib qoladi. O'shanda ba'zi biz qo'yamiz deb tortishganda, o'shanda ichlaridan bittasi fikr tashlaydiki, mana shu Ka'bani eshigidan birinchi kim kirib kelsa, o'shanga biz topshiramiz bu ishni deydi. O'shanda Alloh taolaning bu qudratiga qarangki, payg'ambar alayhisalom birinchi kirib keladilar. O'shanda ular aytadilarki, "Hadal amin radinahu" deb aytadilar. Hamma xursand bo'lib hamma xursand bo'lib aytadiki, bu amin-ku deydi. Ishonchli, rostgo'y, hamma ishlarimizni topshiradigan bu amin-ku deydi.
bu Alloh taoloning mana shu ishga payg'ambarimizni muvofiq bo'lgani ham ular juda xursand qiladi. Va bunga biz rozi bo'ldik deydi bir so'z bilan. Va payg'ambar alayhisolamga bu ishni topshiradi va payg'ambar alayhisolamning omonatdorliklari, bekorga bu ismga, nomga loyiq bo'lganliklarini mana shu yerda ham o'zi ko'rsatadilarki, bekorga bo'lmaganliklarini yaktaklarni ichadilarda haligi Hajarul Aswadni o'sha yaktakka qo'yadilar. Va 12ta Quraysh qabilasiga bittadan odam chaqirib, buni ko'tarishga buyuradilar. Va ular ko'targanda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hajarul Aswadni olib, o'zlari qo'llari bilan Hajarul Aswadni joyiga qo'yadilar. Va bular keyingi bu qilgan muomalasidan ham yana xursand bo'ladilar. Shu yerda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni go'zal bir tadbirlari natijasida qancha bir bo'lishi mumkin bo'lgan nizolarni, urushlarni oldi olinyapti-da. Albatta. Va holbuki mana islom tarixidan o'qiganmiz, bilamiz, o'sha islomdan avvalgi johiliyat davrida qabilalar arzimas narsalar sababli yillar davomida qonlar to'kirilardi, bir-birlari bilan urush janjal bo'lardi. Mana shu hozirgi siz aytayotgan o'sha Hajarul Aswadni qo'yish jarayoni ham o'shanaqangi holatga kelib turuvdi. Ya'ni shu janjal bo'ladigan, urush bo'ladigan holatga kelib turuvdi. Birgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni go'zal tadbiri natijasida ana shunaqangi katta bir bo'lishi mumkin bo'lgan nizoni, janjaldan oldi olindi. Ya'ni bugungi kunda biz mana shundan bir xulosa chiqaradigan bo'lsak, mo'min inson agar ahdiga vafo qiladigan bo'lsa, omonatga vafo qiladigan bo'lsa, bergan va'dasiga vafo qiladigan bo'lsa, demak qarangki, eng avvalo bu Alloh taoloning buyrug'ini bajargan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga ergashgan bo'ladi va buning natijasida jamiyatda o'zaro musulmonlar orasida, insonlar orasida ishonch degan narsa quvvat topadi. Odamlar bir-biriga o'zaro ishonchi kuchayadi. Mo'min inson mana shunday bir go'zal ishlari bilan ham boshqalarga o'rnak, namuna bo'lishi kerak ekan-da. To'g'rimi, domla? Shunday. Albatta, endi boshqa bir rivoyatda keladiki, misol payg'ambar alayhisolamni payg'ambar bo'lgungacha bo'lgan davrdagi holatlarni hozir esladik. Payg'ambar bo'lganlaridan keyin ham bilamiz, 13 yil payg'ambarimiz Makka da turib insonlarni islomga chaqirdilar va mana shu 13 yil da'vatlari davomida Makka da yashaydigan o'sha insonlar yoki Makka mushriklari tomonidan Majnun deb, bir marotaba sehrgar yoki shoir deb u kishini har xil nomlar bilan atadi. Lekin shunday bo'lishi bilan birga payg'ambar alayhisolamni ular agar birorta safarga chiqib ketmoqchi bo'lsalar, payg'ambar alayhisolam oldiga kelib o'zlarini biror bir mol-mulkini ishonib topshirib ketar ekanlar. Shunchalik darajada agar dushmanchilikka borgan taqdirda ham. Hattoki mana bu payg'ambar alayhisolamni oxiri 13 yil yashab, oxiri o'sha qavmini nimalari, zararlari kuchayib borgach Madinaga ko'chib o'tadilar va o'shanda ko'chib o'tayotganda Hazrat Ali roziyallohu anhu o'zini o'rnlariga yosh yigitchani tashlab ketadilar. O'shanda asosiy payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'shini o'rniga tashlab ketishining sababi o'sha Makka mushriklaridan olgan omonatlarini kimdan nima omonat olgan bo'lsa, o'shani o'z ahliga, egasiga topshirishni buyurib Hazrat Alini o'rnlariga tashlab ketadilar ekanlar. Buni bundan ham biz bilsak bo'ladiki, agar o'rtada shu dushmanchilikda go'yoki bo'lib turgan holatda ham payg'ambarimizga ishonib, mollarini tashlab safarga chiqib ketganlar o'zlari, Makka mushriklari. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'shani qavmini zug'um bilan chiqib ketganlarida agar mabodo shuncha sizlar menga zarar qildilaring, sizlar mollaringizni o'sal qaytarib bermayman degan ma'noda aytsa ham bo'lardi, agar oddiy bir insonlik emasdan kelib chiqib. Lekin payg'ambar alayhisalom amin edilar va bundan keyin ham amin bo'lib qoldilar va ularni bu moliga hech qanday bir xiyonat qilmadilar. Yoki Hadicha onamiz Makkaning eng zodagon, aqlli, tojir, mol-mulkka ega bo'lgan ayollardan hisoblanadi. U payg'ambar alayhisalomda mana shunday bir e'tirofga sazovor bo'lganliklarini bilib, o'zlarini tijoratda bir sheriklar qilib oladilar va o'zini quli Maysara bilan birga payg'ambarimizni tijorat maqsadida Shomga yoki boshqa joyga safarga jo'natadilar. Va payg'ambar alayhisalomga o'sha amin degan, omonatdor degan sifatni u kishi ham e'tirof qiladilar. Va keyinga kelib payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lgandan keyin birinchi u zotni o'zlari e'tirof qilib iymon keltiradi va mol-mulkdan ko'ra eng afzal hisoblangan, omonatliroq bo'lgan hayotini payg'ambar alayhisalomga ishonib topshiradilar.
Xadija onamiz. Demak, mana bu bir rivoyatlardan payg'ambar alayhisalomni omonatdor bo'lganliklarini, qanchalik omonatdor bo'lganliklarini biz anglasak bo'ladi. Endi hadislarda nima deyilgan deb o'sha so'radingiz ustoz. Hadislardan agar bitta ikkitasini keltiradigan bo'lsak, misol uchun Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom addil amanata ila man itamanaka va la takhun man khanaka. Ya'ni omonat qo'ygan kishiga sen omonatini ado qilgin, chiroyli ado qilgin, yetkazgin. Lekin senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilmagin degan. Bu yerda o'sha omonatga qanchalik biz rioya qilyapmiz, lekin uni muqobilida birov agar bizga xiyonat qiladigan bo'lsa, unga yarasha sen ham xiyonat bilan javob bermagin deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Yoki boshqa bir hadisda Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan hadisda yuqorida ustoz ham o'sha buni zikr qilib keldilar. La imana liman la amanata lahu va la dina liman la ahda lahu. Omonatdorligi yo'q bo'lgan kishini komil bir iymoni bo'lmaydi va ahdga vafo qilmaydigan kishini to'liq komil bir dini bo'lmaydi degan. Demak, omonatga xiyonat qilish ham mana shunday bir yomon bir xislatlar bilan baholanadi. Yoki payg'ambar alayhisalom boshqa bir hadislarida omonatli narsani agar faqat mol mulkda emas, gapda ham bo'lishi mumkinligini ishora qilib aytadilarki, agar idza haddatha ar-rajul bil hadis faltafata fahiya amanatun. Agar bir inson bir so'zni gapira turib, yon atrofiga agar alanglaydigan bo'lsa, mana bu ham omonatdir deganlar. Demak, payg'ambar alayhisalom omonat nafaqat o'sha mol mulk, mol dunyoda, balki u gap so'zlarda yoki ma'naviy boshqa bir huquqlarda bo'lishini ham payg'ambar alayhisalom mana bu hadislar bilan bildirib ketdilar. Demak, payg'ambar alayhisalom mana shunday amin, omonatdor, ishonchli zot edi. Hatto u kishini bu sifatlarini dushmanlari ham, do'stlari ham uni e'tirof qilib, payg'ambar alayhisalomni e'tirof qilgan edilar. Rahmat domla, haqiqatdan omonat haqida mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni demak tirik bir namuna o'laroq qanday munosabatda bo'lganliklarini eslab o'tdingiz. Hatto o'sha u zotga dushmanchilik qilgan insonlar ham demak bu borada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sodda qilib aytganda qoyil qolardilar-da, boshqa gap yo'q. Endi qarang, mana shu joyda omonat haqida gap ketganda bugungi kundagi holatlarni ham bir eslab o'tishimiz kerak-da. Mana yuqorida hadis sharifni aytdingiz. Kim birov bilan suhbat qurib, u yoqqa bu yoqqa qaraydigan bo'lsa, demak u nima bo'lyapti bu yerda? Omonat ekanligini bir belgisi haqida gap ketyapti. Bugungi kunda qarang. Misol tariqasida aytaman, ikkita odam telefon orqali suhbatlashdi. Yoki bugungi kunda mana Telegram deymiz yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoq orqali ma'lum bir mavzuda bir-biri bilan yozishma ketdi. To'g'rimi? Endi oradan qandaydir bir kelishmovchilik o'tib qolyapti yoki boshqa o'tmasa-da o'sha yozishmalarni hali screenshot deymiz-ku, suratga olib turib ommaga e'lon qilib yuboryapti. Mana bu falon paytda shunaqa degan, bunaqa degan. Vaholanki bu ikkalasini o'rtasidagi narsa edi u. Uni na unisi, na bunisi o'zlaridan boshqaga aytmoqchi emas edi. Lekin biri bir sabab bilan, ehtimol bir shaxsiy qandaydir bir adovat yoki boshqa sabablar bilan bu narsalarni ommaga oshkor qilib olyapti. Mana shu ham demak o'rtadagi omonatga bir xiyonatni bir ko'rinishi hisoblanadi. Bugungi kunda bu narsa afsuski bizi oramizda shu narsa tarqalib qolyapti, ko'rinib qolyapti. Ustoz yuqoridagi ajoyib bir misolni eslab o'tdingiz. O'sha yuqori martabali ulamolarimiz, ustozlarimizni o'sha omonatga amal qilish borasida o'zlari bir insonlarga misol bo'lganliklari. Mana shuni siz ko'rib yoki eshitib eslab qolgansiz-da va bu narsa sizga bir taajjub bo'lganki, shu darajada o'sha qabristondagi bir jonzot u kishini kiyimlariga o'rnashib kelib qolgan va bu kishi endi shu yerda qoldiravermayaptilarki, borib o'sha joyiga qo'yaylik. Shunga ham bir ozor bo'lmasin. Demak, bu o'sha dinimizning ta'limoti. Ustoz, mana shu siz mana uzoq yildan beri dinimizni xizmatidasiz. Ta'lim tadris ishlari bilan masjiddagi xizmatlaringizni bilamiz. Shunga o'xshagan yoshlarga bir
namuna bo'ladigan, o'rnak bo'ladigan ulug'larimizdan yana birortalari yodingizga tushgan bo'lsa, aytib bersangiz xursand bo'lardik. Albatta, bunday misollar juda ko'p. Hayotimizda ham, oldingi o'tgan solihlarimizni hayotida juda ko'p. Eng avvalo Alloh taolo mana hozir ma'naviy omonatlar bo'ladi deb alohida qayd etib o'tildi. Shu to'g'rida Alloh aytayotgan so'z: "Inna aradnal amanata", biz omonatni yeru osmonlariga, tog'larga arz qildik. Ular qabul qilishlikdan yuz o'girdilar. Inson qabul qildi deb Alloh taolo inson o'ziga juda katta vazifani gardaniga olganligini bayon qiladilar. Demak, u oyatni mazmunidan din eng birinchi navbatdagi ulug' omonatimiz bo'lsa, odamlarning o'rtasidagi o'sha mayda-chuyda gaplar deymiz, o'zaro o'sha mana Telegram orqali yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro yozishganlari bo'lsin, hammasi bir-biri uchun omonat. Mana shu omonatga xiyonat qilishliklari, mana shu omonatni, ya'ni sirini oshkora qilishliklari omonatga xiyonat hisoblanadigan bo'lsa, yuqorida Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam ta'kidlaganlaridek, munofiqlikni bir alomatini, bu munofiqlikni bir xislatini o'zida namoyon qilgan bo'ladi. Tili bilan, balkim gaplari bilan men to'g'ri odamman deyishi mumkin, men juda e'tiqodli, iymonliman deyishi mumkin, lekin amali uni teskarisini isbotlab turadi. Alloh mana shundoq amalimiz bilan ham iymonga sodiq bo'lishimizni, dinimizni ahkomlariga sodiq bo'lishimizni Alloh nasib etsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom yoshlik vaqtlarida bir yahudiy bilan gaplashib qolib, bir ishni bitkazib kelgandan keyin bir joyda uchrashib olishligini kelishib oladilar. Turgan joyidan qimillamagin, men seni tag'in qidirib qolmay deb ketgandan keyin haligi joyga oftob tushib tursa ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam joylaridan qimillamagan ekanlar. Mabodo kelib qolsa meni qidirib qolmasin deb. Bir necha kundan keyin ali odam esiga tushib qaytib kelsa, hali ham o'sha joyda turibdilar. Shunda kechirim so'rab, bu kishini omonatdorliklariga tahsin o'qib, yana ko'pchilik jamoati ichida hali payg'ambar emaslar, u vaqtda yoshlik vaqtlaridagi bu holatni Arab jazirasida ko'p gapirib, buni maqtanganlari mo'tabar kitoblarimizda kelgan. Hazrati Umar roziyallohu anhuni omonatdorliklari juda bir ajoyib. Arab jazirasini bir tomonida yarimtasini o'sha podasidagi qo'yini agar bo'ri yeb ketsa ham Umar javob beradi deb o'zlarini qattim tergab turardilar. Shu ma'no bilan o'zlari kechalari yurib, xalq holati qanaqa ekanligini bir ko'rib yurardilar. Bir shahar chetida yashaydigan, bir kulbada turadigan bir ayolni xatti-harakati u kishini nazarini tortib qoldi. Borib qarasalar, bo'sh qozonni taraqlatib, xuddi ovqat pishirayotgandek qilib, bolalarga hozir ovqat pishadi, kutib turinglar deb, bolalarni shu yo'sinda uxlatib qo'yib, "Sen nima qilyapsan?" desa, Hazrati Umarga qattiq yomon gaplarni gapirib ketdi. Tanimaydi. Hazrati Umar hali bizga xalifa bo'lib, bizani holimizdan xabar olmayapti. Allohning oldida men bu bilan talashaman. Hazrati Umar bilmaydi-yu seni holatingni desa, bo'lmasam nega xalifa bo'ladi? Rahbar bo'lgandan keyin bizani holimizdan xabar olish kerak edi. Hazrati Umar titrab ketdilar. Titrab ketdilar. Hali yonlarida Abdurrahmon ibn Avf, shunda ulug' jannat bashorat qilingan sahoba birga yurib, o'zlari Baytul Molga borib, etdan o'sha ayol uchun kerak bo'ladigan, bolalariga kerak bo'ladigan unni olib kelib, unga qo'shib tayyorlaydigan narsalarni o'zlari ko'tarib keldilar. "Men ko'tarishiy" desa, "Meni yukimni sen ko'tara olmaysan" degan so'zlarni aytadilar. Juda bu so'zlar mashhur bo'lib ketgan. Shunda o'zlari taomni pishirib, "Ana endi Umardan rozimisan" desa, haligi ayol
u kishini Umar ekanliklarini bilib qolgandan keyin bilganimda oldinroq men bu so'zlarni aytmasdim deb hijolat bo'ladi. Hazrati Umar ana shundoq o'zlarini vazifalariga, omonatdorliklariga juda qattiq rioya qilgan zotlardan bo'lganlar. Yana Hazrati Burayda degan zot to'g'risida bir keltirgan ekanlar. U kishi otni ijaraga olib falon shaharga boraman deb kelishib oladilar-yu, shu yo'lda Qur'on o'qib ketayotganda yelkalariga tashagan haligi chakmon tushib qoldi. Sezmay qoldilar. Qur'onni o'qishga shundoq berilib ketganlaridan otni shundoq turgan joyiga qo'yib, o'zlari yayov borib, anaqani haligi chakmonni topib olib keldilar. Atrofda ko'rib turgan u kishi sheriklari, ot bilan borsangiz bo'lardi-yu. Yo'q. Otni shu tomonga yurishga olganman, orqaga yurishga olmaganman. Agar orqaga yuradigan bo'lsam, omonatdorga xiyonat qilgan bo'laman deb javob qiladilar. Ana shundoq omonatga juda qattiq rioya qilib, demak, mana shu masalada ham bir benazir, bemisl bo'lgan desak, demak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bemisl bo'lishgan. Rahmat domla, mana shu o'rinda mavzuyimizni ikkinchi qismi o'sha va'daga vafo qilishlik haqida ham biroz eslab o'tishligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam va'da haqida al-va'datu dayn, va'da berishlik qarz deganlar. Bu yerda muhaddislar aytadilarki, va'da qarz deb va'dani qarzni muqobiliga qo'yayapti. Qarz qay darajada muhim ish ekanligini bilamiz. Qur'oni Karimda mana eng uzun sura Baqara surasi bo'ladigan bo'lsa, eng uzun oyat ham mudoyana, ya'ni qarz oldi berdisiga tegishli bo'lgan oyat karima. U yerda masalan qarz berish, qarz olishda o'rtada yozib qo'yishlik, guvohlik bo'lishlik, mana shu haqida ko'rsatmalar beradi Alloh taolo. Ya'ni bu yerda va'daga vafo qilishlik ham afsuski bugungi kunda, bugungi siz bilan bizda anchagina bir pasayib qolgan desak to'g'ri bo'ladi menimcha. Muhtaram azizlarimizga shu narsani aytib qo'yishligimiz kerakki, va'da berishlik, musulmonni bir narsani qilaman yoki bir narsani qilmayman yoki falon joyga boraman deb o'zaro boshqa bir musulmon bilan va'dalashishligi, va'da berishligi ham dinimizda katta bir amal hisoblanadi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam yuqorida aytganimizdek, va'da bu qarz dedilar. Ya'ni qarzni tushunchasi bir so'z bilan aytganda, hattoki mana ustozlarimiz yaxshi biladilar, bir inson vafot qilib janoza o'qilayotgan paytda bu odamni qarzi bormidi, yo'qmidi degan narsani eslab qo'yamiz, to'g'rimi? Bu ham o'sha qarzni nechalik katta bir ish ekanligini belgisi. Demak, o'shaning muqobilida va'da berishlik ham, va'dani ustida turish, va'dani bajarishlik ham juda ham bir ahamiyatli ish. Avvalo musulmon odam bir narsaga va'da berayotganda o'shani bajara olamanmi, yo'qmi shu haqida o'ylash kerak. Masalan, hozirgi kunda mana Abbosxon domla biladi, o'sha fatvo markaziga ba'zi bir yoshlar shunaqa savol bilan murojaat qiladiki, men falon ishni qilaman deb o'z oldimga shuni qo'ydim, va'da berdim, lekin qila olmayapman. Yoki yangi haligi tijorat boshlagan odamlar ishimiz yaxshi bo'lsa, demak qanchasindir ehson qilamiz degan nazr qilgan bo'ladi, va'da berib qo'ygan bo'ladi, keyin shuni bajara olmaydi. Keyin uni hukmini so'raydi, endi nima bo'ladi deb. Demak, musulmon odam bir narsaga va'da berishdan oldin avvalo mulohaza qilib, shuni bajara olamanmi, yo'qmi? Bajara olishga imkoniyati bo'lib turib va'da bergandan keyin endi uni ustidan chiqishlikka harakat qilishligi kerak bo'ladi. Aks holda Alloh saqlasin, bu ham bir munofiqlikning belgisi ekanda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, ayatul munafiqi salasa, munofiqning belgisi 3 ta. Shundan bittasi va iza va'da akhlafa. Va'da bersa, va'daga xilof qiladi dedilar. Shuning uchun muhtaram azizlar, va'da borasida ham gap ketganda juda ko'p narsalarni aytishligimiz mumkin. Musulmon odam bir so'z bilan aytganda va'da berishlikdan oldin o'shani bajara olamanmi, yo'qmi, buni o'ylab ko'rish kerak. Agar va'da berdimi, endi uni imkon qadar va'daning ustidan chiqishlikka harakat qilishligi kerak bo'lar ekan. Abbosxon domla mana omonat haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni aytdik. Ustoz mana siz bizga namuna bo'ladigan go'zal bir misollarni aytdilar.
dinimiz ta'limotida Qur'oni Karim bo'lsin, hadis sharif yoki salaf solihlarning hayotida bo'lsin, omonatdorlik qay darajada ekanligini qisman bo'lsa ham esladik. Bugungi kunda mana shu ishga biz qanday amal qilyapmiz? Ya'ni bugungi hayotimizda omonatdorlik, omonat tushunchalari unga qanday erishilyapti? Shular haqida bir gaplashsak. Yaxshi, yuqorida haqiqatan ham o'sha omonatdorlik, va'daga xilof qilishni nechog'li yomon bir xislat ekanligini biz nima qilib o'rganib chiqdik. Demak, bir mo'min insonni omonatdor bo'lishi, va'daga xilof qilmasligi eng yuksak bir sifatlardan biri hisoblanadi. Va bu narsa bugungi kunda ham hech ahamiyatini yo'qotmagan, balki boshqa vaqtlardan qaraganda bugungi kunda buni ahamiyati yana ham katta deb hisoblaymiz. Chunki aslida o'z insonga berilgan barcha narsa omonat. Bizga bergan Alloh taolo tomonidan berilgan bu mol dunyo bo'ladimi, umr, yoshlik, farzand, ahli ayolimiz, ota-onamiz yoki bir mansab, lavozimiz, bir ishimiz, buni hammasi omonat. Alloh taolo bu borada qanday muomala qilishimizni, uni qanday bir ado qilishimizni bildirgan, o'rgatgan. Xuddi shunday biz buni ado qilsak, biz omonatga xiyonat qilmagan bo'lamiz. Demak, bugungi kunda yana olimlarimiz aytadilarki, mana yurtimiz tarafidan ham, butun dunyo tarafidan ham o'ziga har bir sohada yetakchi bir kadr tayyorlash juda muhim vazifa bo'lib turadi har doim. Yaxshi bir o'qituvchi kerak, yaxshi bir tijoratchi, tojir kerak yoki bir yaxshi shifokor kerak jamiyatda. Nimaiki, qo'yingki, o'sha jamiyatni ehtiyojini qondiradigan bir sohalarda yaxshi bir mutaxassis kerak. Lekin o'sha mutaxassis, ya'ni kerakli bir mutaxassis bo'lish uchun unda birinchi o'rinda yaxshi sifat bu nima? Omonatdorlik hisoblanadi. Yaxshi bir mutaxassis agar bo'lsa-yu, lekin uni o'sha o'z ishini ustasi bo'lmasa yoki belgilangandek kelishuv asosidagi ishni agar amalga oshirmaydigan bo'lsa yoki omonatdor bo'lmaydigan bo'lsa, u insonga ish beradigan rahbari ham, tashkilot ham ishonchsizligi oshadi va jamiyatda yoki ishchilar o'rtasida har xil kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Ulamolarimiz umuman olganda mana shu omonatni biz turlarini aytdik. 3 ko'rinishga bo'lgan ekanlar. Birinchisi o'sha kelishuv asosida yuzaga chiqadigan yoki kelishuv asosida sobit bo'lgan moliyaviy huquqlar. Bular savdo, sotiq, ijara, qarz, omonat masalalari. Ikkinchisi insonlarning sir asrorlari, obro'larini saqlash. Uchinchisi esa o'sha mansab, lavozimlar natijasida kelib chiqadigan haq-huquqlar yoki zimmaga tushadigan haqlar, bu omonat hisoblanar ekan. Endi agar kelishuv asosidagi ijara, omonat bularni aytdikki, ko'p bizda bugungi kunda amalda kuzatilib turiladigan bir nimalardan biri, misol tashkilot yoki muassasalarda rahbarlar o'z qo'l ostidagilarni ishini aniq belgilab berishi va ularga oyliklarni, haqlarni vaqtida berishi, kechiktirmasligi yoki uni haqqiga tajovuz qilmasligi, haqqidan ushlab qolmasligi, bu ham bir omonat hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisda rivoyat qilib aytadilarki, Alloh taolo qiyomat kunida men 3 ta kishini husumatchisi bo'laman, ya'ni dushmani bo'laman qiyomatda degan. Bittasi o'sha bir ishchini rosa ishlatib, uni haqqini ado qilmaydigan yoki haqqini kamaytirib beradigan kishini men dushmaniman deb aytganlar. Bugungi kunda o'zingiz esladingiz, o'sha fatvo markazimizga telefon orqali yoki jonli orqali ba'zi bir nimalar o'sha tortishib yoki nima qilib hukmini so'rab keladiki, men palon bir joyda ishlagandim, ishimni haqqini to'liq bermadi deydi. Yoki buni muqobilida ish beruvchilar telefon qilib so'raydiki, bugungi kunda ba'zi bir ustalarni nimadir qurib berish uchun chaqirsam, ishini chala qilib yoki yarmidan tashlab ketib qoladi. Endi men nima qilishim kerak deb buni hukm so'raydiganlar. Shunda biz bugun o'xshaydigan ikki tarafga ham, ya'ni ish beruvchiga ham, xodimlarga ham biz eslatamizki, mana shu hadislarda demak bir-birini kelishadigan bo'lsa, o'sha kelishuv asosida hamma o'zining haqqini chiroyli ado qilsin. Payg'ambar alayhisalom o'sha musulmonlar nimaga kelishsa, o'shanga kelishgan narsasiga amal qilishi bu vojibdir, shartdir, zimmasida lozim bo'ladi deb aytganlar. Endi yuqorida o'sha insonlar sir asrorlari dedik. Eng bu xunuk bo'lgan bir sifatlardan biri er-xotin bir-birini oilada bo'lgan sir asrorlarini ko'chaga chiqarishi yoki boshqa bir insonlarning obro'siga tajovuz qilishi, bu ham omonatga xiyonat qilish sirasiga kiradi. Yoki o'sha mansablar, lavozimlarda uni yuqorida ham aytdik, ishchilarning haqqini ado qilmas yoki o'ziga topshirilgan vazifani
belgilangan tartibda yuqori bir nimada sifatda amalga oshirmasligi ham bu bugungi kundagi o'sha omonatga xiyonat qilish bir turlaridan bo'lib turibdi. Hazrati Umar roziyallohu anhu, mana yuqorida ulug'larimizning hayotini ko'p zikr qildik. Bir kuni Hazrati Umar roziyallohu anhu o'sha shahar qishloqlarda kezib yurib, ularning ichidagi hol ahvoldan xabardor bo'lib yurganlarida bir cho'ponni qo'y boqib yurganini ko'radilar. O'shanda borib undan so'raydilarki, o'sha qo'ylaringdan birovini menga sotgin deganda, u aytadiki, "Yo'q, qo'y meniki emas. U qo'y o'sha xo'jayinimniki. Men oddiy bir xizmatchi qulman." deb javob beradi. Shunda u kishini Hazrat Umar roziyallohu anhu sinash maqsadida, bittasini o'lib qoldi desang, nima hech narsa o'zgarmaydi-ku. Shunday deb aytib qo'yasan-ku deganlarida aytadilarki, agar men unday deb aytsam, aldasam, o'sha xo'jayinimni aldagan bo'laman. Lekin Alloh taoloni-chi, Alloh taoloni aldalmayman-ku deydilar. Mana xodimlar mana bir qul sifatida mana shunday bir javob beradilar va Hazrat Umar roziyallohu anhu bu qulni mana shunday omonatga xiyonat qilmasligini, omonatdorligini ko'rib, xo'jayinidan katta bir mablag' evaziga qulini ozod qilib yuborar ekan. Demak, bugungi kunda ham o'sha har birimiz mana shunday darajada biz bir-birimizga kelishgan va keluvchilarimizga, kelish shartlarimizga amal qiladigan bo'lishimiz maqsadiga muvofiq bo'ladi. Haqiqatdan eng avvalo shu Alloh taolo meni ko'rib turibdi degan e'tiqodni o'zimizda shakllantirishligimiz kerak-da, to'g'rimi? Masalan, aytaylik, bir odam bir korxonaga ishga borib, korxona rahbari bilan shartnoma tuzyapti. Rahbar oldiga shartnomani qo'ydi. Demak, mana bu vazifa. Ertalab mana bu vaqtdan boshlanadi. Mana shunchasi masalan tushlikka ketadi va mana bu vaqtgacha ish davom etishi kerak degan shartnoma va nima ish qiladi, hammasini aniq qilib qo'yadi va shu odam kelishilgan vaqtdan boshlab xizmatni qilishlikka kirishadi. Buni bizni eski fiqhiy kitoblarimizda ajiri xos deydi. Ya'ni xos vaqtda xos vazifani qilishlikka yo'llangan xodim, ishchi. Bugungi kunda mana shu narsani ham ko'p so'raladida. Ertalab deydi ishimiz soat 8 dan boshlanadi, kechki payt 5 gacha. Men deydi o'sha ertaroq ketsam bo'ladimi yoki bo'lmasa kechroq kelib qolyapman ba'zida deydi. Vaholanki o'sha narsa ham shu kelishuvga xilof ish bo'ladi. Belgilangan vaqtda ertaroq ketib qolyapti yoki belgilangan vaqtdan kech ishga kelyapti. Hattoki faqihlarimiz, fuqaholarimiz ana shunday qilsa, o'sha vaqtga olgan oyligini ham, masalan, maoshini ham halol emas, durust emas degan fatvolarni berishgan. Demak, xodimlar u qaysi sohani odami bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'rimi? U eng avvalo yuqorida aytganimizdek, o'sha ishni go'zal holatda, mukammal holatda bajarishlikka harakat qilishlik kerak. Chunki o'shanga haq olyapti u. Va musulmon odam qaysi ishni bo'lsin puxta qiladi, mukammal qiladi. Mana shu mo'minni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Shu o'rinda ish beruvchi tomonidan ba'zan bu ham savol berib qoladi, ustalar savol berib qoladi. Men falon odamnikida shuncha xizmat qildim, shuncha ish qildim, lekin meni ish haqimni vaqtida bermadi deydi. Bu ham og'riqli masala va shu bilan birgalikda ogohlikka chaqiriladigan masalaki, Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislarida aytiladi. Kim bir ishchini ishlatib, ishni tugatgandan keyin hali peshonasidagi teri qurimasdan turib, uni demak xizmat haqqini, ish haqqini berishlikni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadislarida bizlarga yetkazgan. Hoji domlamni ham keltirgan fikrlari juda o'rinli. Hozir xalqimiz orasida alhamdulillah mana internet vositasida, yana alhamdulillah kitoblar ko'p chiqarilyapti, o'qishyapti, ilmli odamlar ko'paydi alhamdulillah. Bunga shukr qilamiz, lekin shuda bo'lsa ham qandaydir shu qarz masalasiga, omonat masalasiga yuzaki qaraydigan odamlar, shuni orqasidan qancha odamlar bir qiynalib tushib qolayotganligi, shu bilan nihoyatdagi odamlarga nisbatan ishonchlari qolmayotganligiga guvoh bo'lib boryapmiz. Shuni eslatib qo'yamizki, shariatimizda eng avvalo Alloh taolo la tahunulloha, Allohga xiyonat qilmang deydi. Allohga biz qanday xiyonat qilamiz? Bandasi qanday xiyonat qiladi? Demak, bandasiga olib borayotgan ishidagi qilayotgan xiyonati aslida
u Allohga qilayotgan xiyonati bo'ladi. O'ylamasin, u shundoq ketadi, shundoq qutulib ketaman deb. Vaholanki Allohning o'zi uni qattiq tutadi. Yana Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamdan hadis keltirilgan, Imom Zahabiy o'zlarining Kaboir kitoblarida keltirganlar. Yana boshqa muhaddislarimiz keltirganlar, al-mayyitu la yakunu fi qabrihi mukabbalan hatta yuqda daynuhu. To qarzi ado etilguniga qadar mayyit qo'l oyoqlari kishanlangan holatda, zanjirband qilingan holatda turadi. Demak, bemalol tashab, birovni laqillatib, omonatiga xiyonat qilib, yo qarz olib, qarzini bermasdan bu o'zi boy, buniga Xudo beryapti deb ketayotgan odamlar o'ylab qo'ysin. Ertaga qabriga tushishi bor bo'lsa, qabrdagi Allohning rahmatlaridan, mag'firatlaridan foydalanishlikni umidi bo'ladigan bo'lsa, albatta qarzini joyiga qo'yib qo'yishligi shart bo'ladi. Shunda kishanlangan holatlardan o'zini saqlaydi. Bir rivoyat keltirilyapti, shu bizani kunimizda bo'lgan ekan. 4 ta aka-uka, bittagina singillari, shu hammasidan ko'ra katta akalari singilga ko'proq mehribon ekan. Endi singil shunaqa bir kambag'alroq xonadonga tushib qolgani uchun ko'proq holidan bu aka xabar olib turar ekanlar. Bir holat bilan do'konga kirib, singillarini bir ko'ynini olish uchun tanlagin bir ko'yni sanga olib beray deb hayit kunida iltifot qilib tursa, bir ko'ynini olib keldi. Sal narxi vazminroq ekan. Yo'llaridagi pul yetmay qoldi. Shunda yonidagi pulni berib, qolgani sizga qarz, men topganda olib kelib sizga topshiraman dedi. Shuni masalan 200 so'm bo'lsa, shu 150 so'm berib ketdilar, 50 so'm qarz bo'lib qoldi. Nogahon bu kishi vafot etdi. Hammadan ko'ra endi haligi singil ko'proq anaqa g'am chekib, xafa bo'lib, yig'lagani ko'proq shu singil bo'ldi-yu. Endi aka-ukalarni qolgan ko'ngillari to'q. Akam hamma narsani olgan bo'lsa, joyiga qo'yganlar, hech kimda hech qanaqa narsalari yo'q deb yuradilar. Eng kichkina ukani tushiga kirib, ukam, ozgina qarzim borda, shuni bir to'g'irlab qo'ysanglar. Ya akamni qanaqa qarzi bor ekan deb tushini gapirib bersa, hammalari yo'q, qarzi yo'q deb turishadi. Yana 3-4 kundan keyin boshqa ukaga, undan keyin eng katta ukalariga kirgandan keyin hammalari o'tirib, "Meni ham tushimda qarzim deyaptilar" deb gaplashib qolishganda, haligi singil voqeani aytib beradi. Falon joydagi do'konga kirganimizda menga ko'ylakni olib berdilar, shunda qarz bo'lib qoluvdilar. Shuni vaqtliroq etmaysanmi deb yugurib borib qarzini to'lab, hammasini joyiga keltirishgandan keyin akalari tushlariga kirib, hayrat, meni qo'l oyoqlarim bo'shaldi. Endi Allohning jannatini ne'matlariga endi erishdim, endi keldim deb ularga o'sha jannatda yurganlarini bir izhor qilganlari keladi. Bu albatta haqiqat bo'ladigan narsa. Chunki omonat bormi, qarz olinganmi, albatta uydagilar ham hammalari harakat qilish kerak. Avvalo qarzni olib yeb ketaman, qaytarib bermayman degan niyat bilan harakat qilish kerak emas. Agar bunaqa harakat bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom agar beraman deb olsa qarzni, Alloh unga yordamchi bo'ladi. Uni qarzini to'lashga va qarzga beradigan 18 savobga ham ega bo'lishligiga Alloh unga o'zi yordamchi bo'ladi. Agar talofat yetkazaman, bunga hech narsa bo'lmaydi desa, Alloh bu qarz olganga talofat beradi deb, yana battar u qashshoqlikka yuz tutadi deb janob payg'ambarimiz alayhisalom ogohlantirganlar. Shuning uchun bugun davlatdan qarz olishadimi, kredit ko'rinishida yoki boshqa shunga o'xshaydigan narsalarni olib, odamlardan qarz olib, uni bildirmasdan yoki oshkorasiga o'yin qilib yurganlar shuni to'g'ri tushunib olsinki, bu ish xonadonlariga
faqat balo ofat yog'ilishligiga, kasalliklarni kelishligiga sabab bo'ladigan bo'lsa, qabrda ham qiyomat kunida ham ularga qattiq muomala bo'lishligiga sabab bo'ladigan ish ekan. Shuning uchun hozirdan harakatlarni qilsalar, omonatni joyiga qo'ysa, qarzini berib boradigan bo'lsa, vaqtida ado etib, Allohning oldida ham, bandalarning oldida ham yuzi yorug' bo'ladi. Vaholanki bu ish Allohning huzurida omonatdorlik, amin degan maqomga yetkazadigan bo'lsa, bu maqom uni payg'ambarlarning maqomida, shahidlarning, solihlarning maqomida bo'lishligiga sabab bo'ladigan amal ekan. Shu yurtdoshlarimiz shu nozik masalaga jiddiy e'tibor qilishlarini albatta so'rab qolgan bo'lardik. Rahmat. Omonat haqida mana yetarlicha tafsilotlari bilan o'rgandik. Fiqhiy jihatiga ham biroz e'tibor qaratsak. Masalan, omonatni qaysi ko'rinishlarda bugungi kunda odamlar orasida ko'proq amalga oshadi? Masalan, aytaylik, bir qo'shnimiznimi yoki bir tanishimiznimi biror bir narsasini, masalan deylik, telefon bo'lsin yoki mashina bo'lsin, shu nimasinidir vaqtincha olib ishlatib turibmiz. Buni endi shariatda oriya deyiladi. Shunda ham omonat ko'rinadimi? Yuqorida o'sha aytib ketdikki, o'sha omonatni umumiy ulamolar 3 ga bo'lganliklarini, birinchi qismi o'sha moddiy, moliyaviy muomalalarda bo'ladi. Bu moliyaviy muomalalarda asosan ikkita ko'rinishi. Birinchisida to'g'ri omonat hisoblanadi. Buni bizda o'sha fiqhiy kitoblarimizda vadi'a, kitabul vadi'a deb keladi. Ya'ni o'sha saqlash uchun, saqlab turish uchun qo'yilgan narsaga aytiladi. Bu saqlab turish uchun qo'yilgan narsa yo bir nimadir birovdan qarz olib turib misol qo'yilishi mumkin, lekin aynan 100% bu bir insonga bir safarga chiqqanda yoki boshqa sababdan nimasidir mulkini olib borib, senga turib tursin, shundan keyin falon vaqtdan keyin olaman deb ishonib bir kishiga topshirib ketish. Buni sof omonat deyishimiz mumkin yoki arabchasi vadi'a deyiladi. Ishonib, ehtiyot qilib saqlab berish uchun topshirilgan narsaga. Endi ikkinchisi bu to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa ham zimnan deydi. O'sha tarkibida omonat hisoblanadi. Bular masalan ijara yoki oriyat aytgandek, ya'ni bir ishlatib turish uchun birovdan bir narsa olish yoki berish yoki qarz oldi berdisi, kimdandir qanchadir bu bug'doymi, unmi yoki pul miqdoridami bir narsani olamizda, uni ishlatib, keyin xuddi shu miqdorda narsani qaytarib beramiz. Yoki sheriklarimizdan yoki qo'ni-qo'shnilardan bir ketmonnimi yoki bir asbob uskunasini foydalanish uchun olamiz. Bu oriyat deyiladi. Yoki boshqa bir aqd kelishuvlarda bu ham o'sha tarkibida omonatdorlik bo'ladi. Endi o'sha vadi'aga keladigan bo'lsak, 100% saqlab berish uchun berilgan narsani omonat bo'ladigan bo'lsa, uni kitoblarimizda keltiriladiki, bir odam bir insonga agar bir mol mulkni berib topshirib ketadigan bo'lsa, uni egasiga hech qanday ishlatmay turib, egasiga yana qaytarib berish kerak bo'ladi. Unga agar e'tiborsizlik qilsa, uni yoki inkor qilsa, bu omonatga xiyonat qilgan bo'ladi. Va uni saqlash shariat e'tiboridan bu vojibga aylanadi. Kitoblarimizda shunday nimalar, matnlar keladi. Endi oriyat yoki ishlatib turishga olinadigan yoki ijara sababida olingan narsalar bor. Kimdir birovning mashinasini ijaraga olib minib, oylik pulini to'lab tirikchilik qiladida, yana mashinani o'zini qaytarib beradi. Bu ham ijara ko'rinishda bo'lishi bilan bir qatorda unda omonatdorlik bor. Ya'ni kelishuvda qanday kelishiladi? O'shani qarab minishi, uni o'zini bir tajovuzkorligi bilan unga talofat yetkazmasligi uni zimmasida vojib bo'ladi. Qo'ni-qo'shnilardan narsalar, asbob uskunalar ishlatishga olamiz dedik. Bunda ham omonatdorlik bor. O narsani o'sha ishlatib turish uchun olganmizmi, demak o'sha ishga ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ba'zilar o'sha olgan narsani boshqa narsaga ishlatib yuborishi mumkin. Yuqorida bir esladikki, ko'p o'sha bizning xalqimizning ichida shu bo'lib turadigan muomalalardan biri, bir inson birovga pulini saqlab turish uchun beradi. Lekin u ruxsat bermaydi uni ishlatishga. U odam bu pul bo'lsa, ishlatib turib keyin so'raganda beraveraman-da deydi. Shu narsa ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Lekin o'sha yerda bir narsani bilish kerakki, agar mabodo inson muhtoj bo'lib qolsa o'sha puliga, egasidan biroz ruxsat so'rab qo'yish kerak bo'ladi. Muhtoj bo'lib qoldim, ma'lum bir qismini yoki hammasini olib ishlatib turaman. Ertaga agar mabodo sen so'raganingda senga buni yetkazaman deb biroz roziligini olib qo'yish kerak bo'ladiki, bo'lmasa omonatga xiyonat qilish bo'lib qoladi. Ustoz, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mana bugungi mavzuyimizni juda ham bir chiroyli
yetkazishlikda katta bir jonbozlik ko'rsatdilaringiz. Alloh taolo sizlarni qilayotgan xizmatlaringizni qabul qilsin. Alloh taolo umrlaringizni oxirigacha mana shunday bir muborak vazifani go'zal holatda ado etishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Tashakkur izhor qilaman shaxsan o'zim va ko'rsatuv muxlislari tarafidan. Muhtaram azizlar, shuning bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berib borilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yakuniga yetdi. Alloh taolo bugungi suhbatni barchalarimizga manfaatli qilsin. Barchalarimizni o'sha omonatdor, va'daga vafo qiluvchilardan qilsin va mana shu amallarimiz sababli Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham yuzimiz yorug' bo'lishligida o'zidan madad so'raymiz, yordam so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.